Assalomu alaykum, hurmatli Rasul Metal obunachilari. Hayit bayramlarini tinch totuvlikda, xursandchilikda o'tkazgan bo'lsanglar, sizlarga yangiligimiz bor. Yangi profilimiz kelgan. Xo'sh, shuni bitta obzor qilamiz. Profilimiz 5 metrdan 6 metrgacha, ko'proq 5,5 580 liklari bor. Xo'p. Qalinligi 4. Qalin mana. 14 ligi bor, bu tarafi 14. 16 ligi bor kelgan. Mana. Bunisi 16 lik. Ikkovi ham material bir xilda ketgan, sababi 14 ligini qulog'i manaqa qulog'i juda kattaroq. 16 ga nisbatan, shuning uchun razmeri bir xil demoqchiman. Xo'p, buni nimaga ishlatadi desanglar, molxona, qo'yxona, katta binolar, keyin katta tomlar bo'lsa, katta obyektlarda tomiga ferma odatda shundan to'qiladi, baquvvat bo'lishligi uchun. Svarka qilganda ham dadil bemalol quyaveradi. Yupqa profilga nisbatan buni svarka qilish qulay. Sababi teshilib qolmaydi. Xo'p, bundan bir 800 metr atroficha bor. Har bittasida 2 donadan ulag'i bor. 6 metrda ichida uloq tushgan. Buni konteynerda profili ham bo'ladi, konteynerda profili emas bu. Mana buni konteynerda profilini juplab turib ustun qilganman, ikkitasini juplab turib. Bu 12 lik bo'ladi mana. 12 bo'ladi bu yog'i. Mana bu yog'i devori shunaqa bo'ladi. Bu ikkita bu. Bizdagi profil konteynerda ham bor u deganlarga, buni narxi o'rtacha 40 ming so'm atrofi turadi 1 metri. Biznikini narxi 45 ming so'm turadi. Ko'p olganlarga ozmoz o'tib beramiz. Sababi bu 14, 16 bu tomoni. Shundan bor olinglar, ilindim. Lagalikka, to'sinlikka, pol qilmoqchi bo'lgan akalar, polga ham bo'laveradi bemalol, mana ko'rishinglar mumkin. Holatlari yaxshi. Bu yerda jup holatdalari ko'p. Buni duxtavr vazifasini ham bajaradi. Deyarli, masalan, darvozaxonalarga qo'ysanglar, bemalol to'sinlarni ko'taveradi. Bular yakka holatdagilari bular mana. Mana. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Bozorda bitta aylanib ko'ramiz. Bu yerda har qanday turdagi jarelkalar bor, atrabotkaga ishlaydigan. Razmeriga qarab qilib beraveramiz. Atrabotka pechkalarimiz bor. Va yana bitta pechka ixtiro qilganmiz, shu pechkamiz ham bor. Umuman tutun chiqmaydi bundan. Bu yerda svarka xizmatlariga zakazlar olamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har qanday turdagi Andijon shahrida svarkaga xizmatlar bo'lsa, tortinmay aloqaga chiqishinglar mumkin. 50 lik ugonligimiz kelgan yaxshi holatda, uzun holatida. Bularni narxini 30 ming so'm qilib beramiz 1 metrini. Keyin yana bor 50 lik ugonligimiz 6 metrda yangi holatda ishlatilmagan. Aybi butunni kesib qo'ygan, o'rtasidan 12 metrlikni kesib qo'ygan. Bularni narxi 35 ming so'm. Tashkent 76 lik turbalarimiz bor. Buni 1 metrini 25 ming so'mdan qilib beramiz. Tashkent 57 lik turbamiz bor. Buni 1 metrini 20 ming so'm qilib beramiz. Keyin mana yaxshi rossiyskiy qalin, uzun 57 turba kerak deganlarga. Hozir ekranda kichkina ko'rinyapti. Mana. 57 lik turbamiz bor. Uzun. Buni 1 metr narxi 35 ming so'm qilib beramiz. Qalin, chaksiz turba bular. Shu eski rossiyskiylarni kamayib ketyapti bular hozir. 5 metrda tepasi bu ham. Yana nimalarning narxlarini obzor qilib aytaylik. Kimga qanaqa materiallar qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki bo'lmasa telefon qilinglar.
Qo'ldan kelgancha narx-navo bilan bo'lishamiz. Agar musofirda bo'lsanglar, dastlabki xizmatlarni ham yo'lga qo'yib beramiz kelishilgan holatda.